Birinchi bor butun xalqingizni sevgi muhabbatlarini men bir Turkiston yigiti bo'laroq sizga qizg'in salomlar bilan sizni qutlayman, tabrik qilaman. Juda yaxshi o'tdi. Siz o'shandayki bilasiz, Turkiston milliy ashulachi laqabini albatta yigitlar tomon, xalqingiz tomonidan olgansiz. Bugungi kunga Turkiston da'vo g'oyasini yigitlar o'zlari davra olgan. Bu haqda yigitlarga bir Turkiston milliy ashulachisi bo'lib nima sizga? Tavsiyangiz nimada? Men yigitlarimdan istagim shuki, bir o'lkada yashaymiz. Bizning birinchidan nizomiy kuchimizni tiklashimiz kerak. Haq olamiz desak, yigitlarimiz ogoh bo'lsinlar, o'z tarixini, o'z o'tmishini o'rgansinlar, Turkiston bayrog'ini ko'taraman degan ekanlar. Shunga o'zlarini omoda qilsinlar, tayyor qilsinlar. Albatta boshqalar agar ko'tarsa, bizlar ham o'z Turkistonimizni bayrog'ini ko'taramiz. Uloqon, rahmat sizga. Sizni ko'p tutmaling, chunki ko'p charchadingiz. Marhamat, ulug' Turkiston milliy ashulasi. Salomat. Tashakkur sizlarga.